Bugun institutimizda ilk marotaba Yangi O'zbekiston podkasti loyihasini yo'lga qo'ydik. Ta'lim tizimidagi islohotlar buyuk yangilanishlar poydevori degan fikrga qanday qaraysiz? Ya'ni jamiyat bo'lib shakllanishida ilm fanni o'rni juda ham beqiyos. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytgandek, najot bilimda, najot ta'limda. Ta'limdagi islohotlarda ustozlarning roli qanchalik? O'sha mashalani yoqib oldinga intiladigan va siz va biz bilgan narsani to'g'ri yo'naltira oladigan shaxs bu ustoz. Siz birinchi kursda ingliz tili yoki bo'lmasa xorijiy tilda egallab oladigan bo'lsangiz, xorijga yo'l ochiladi. Insonda maqsadsizlik juda ham salbiy oqibatlarga olib keladi. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun institutimizda ilk marotaba Yangi O'zbekiston podkasti loyihasini yo'lga qo'ydik. Bugungi podkastimiz birinchi son mehmoni institut o'quv ishlari bo'yicha prorektori Aliyev Suhrob Ibrahimjonovich. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Bugun siz bilan Yangi O'zbekistondagi ta'limdagi islohotlar, yangilanishlar va ushbu islohotlarning natijalari haqida qisqacha suhbatlashamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Yangi loyihada ilk ishtirokchi sifatida qatnashayotganligimdan baxtiyorman. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz barchamiz uchun foydali va manfaatli bo'ladi. Bugungi birinchi bir sizdan o'zimni qiziqtirgan savolim, bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan eng muhim islohotlar nimalardan iborat? Sizning fikringizcha? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Bu savolni javobi uchun qisqa podkastda javob berish juda ham murakkab, sababi amalga oshirilayotgan islohotlar, olib borilayotgan ishlar juda ham ko'p. Unga soatlab, kunlab gapirish mumkin bo'ladi, lekin eng asosiy jihatlarga to'xtalib o'taman qisqa. Birinchi navbatda eng yaqqol ko'rishimiz mumkin bo'lgan qabul jarayonlarini to'liq raqamlashtirilganligi va shaffof tizimga o'tkazilganligi. Oldingi tizimga nisbatan bugungi kunda qabul jarayonlari to'liq shaffof tizimda va raqamli ko'rinishda amalga oshirilyapti. Bu bevosita abituriyentlar, ularning ota-onalari uchun vujudga keladigan qo'shimcha murakkabliklar, xarajat, moliyaviy muammolar, ma'naviy muammolarni oldini oldi. Undan tashqari abituriyentlarga imkoniyat yaratildiki, bir vaqt o'zida bir nechta, bugungi kunda 5 ta oliy ta'lim muassasasi yoki bitta oliy ta'lim muassasasidan 5 tagacha ta'lim yo'nalishini tanlash imkoniyatlari yaratildi. Yana bir aynan qabul jarayoniga bog'liq islohotlardan biri 2024-2025 o'quv yilidan boshlab davlat oliy ta'lim muassasalarida oldingiga nisbatan farqli o'laroq davlat grantlari o'rinlari 4 yilga kafolatlangan o'rin emas, balki har o'quv yili natijalariga ko'ra talabalarning bilimi, intilishi va ularning intellektual salohiyatiga qarab taqsimlanishi belgilandi va o'tgan o'quv yilidan boshlab bu jarayon amaliyotga tatbiq etildi. Bu bevosita talabalarni o'z ustida ishlash, o'zlarini ko'rsatishga juda ham katta motivatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Ushbu islohotlar O'zbekistonimizda keng qamrovli amalga oshirilmoqda. Institutimizda Yangi O'zbekistonda qanday islohotlar hozirgi kunda, yangiliklar bormi? Ana shu 2027 o'quv yiliga. Albatta, butun respublikamizda bo'lgani singari aynan biz oliy ta'lim muassasasida ham yangi o'quv yiliga, yangi kelajakka juda ham katta o'zimiz oldimizga maqsadlar, niyatlar, yangiliklar rejalashtirganmiz. Xususan 2026-27 o'quv yilidan boshlab 4 ta yangi bakalavr ta'lim yo'nalishi, 2 ta magistratura mutaxassisligini faoliyatini yangitdan boshlash rejalashtirilgan. Undan tashqari institutimizda eng ilg'or sohalardan biri bo'lgan sun'iy intellekt laboratoriyasini butunlay qaytadan barpo etish va unga bugungi kundagi eng zamonaviy laboratoriya jihozlarini olib kelish va moddiy texnik bazasini yanada mustahkamlash asosiy maqsad qilib olingan. Rahmat ustoz javob uchun. Siz aytib o'tdingiz, 2026-2027 yil o'quv yiliga institutimizda yangi yo'nalishlar ochilmoqda deb. Bilamiz, ta'limdagi yangilanishlar jamiyat taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Masalan, siz aytib o'tdingiz, 2026-2027 yil o'quv yilidan boshlab
4 ta yangi bakalavr yo'nalishi qo'shilyapti. So'nggi 5 yil ichida o'qishga kirish kvotalari kengaydi. Yangidan yangi yo'nalishlar ochilmoqda. Oldingiga nisbatan talabalar foizi ko'tarildi. Oliy ta'limda o'qiydigan talabalar foizi ko'tarildi. Bular jamiyat taraqqiyotiga qanday bir o'zgarish, ijobiy o'zgarish ko'rsatmoqda? Juda ham yaxshi savol. Har qanday jamiyatni taraqqiyotida ta'lim, xususan oliy ta'lim muassasasi juda ham katta o'rin tutadi. Birgina misol qilib aytadigan bo'lsam, shu yaqin yillar ichida butun respublikamizga xorijiy investitsiya loyihalar juda ham keng ko'lamda jalb etilyapti. Xususan Andijonga ham, Andijon viloyatida ham 2025-2026 yilda qariyb 2,5 milliard dollar xorijiy investitsiyalar jalb qilingan va bu bevosita ishlab chiqarish korxonalari, servis sohalariga to'g'ri keladi. Endi tashqi investorlarning kelishib bevosita bu yerdagi salohiyatli kadrlarga bevosita bog'liq. Sababi har qanday mahalliy bo'ladimi yoki bo'lmasa xorijiy ishlab chiqarish korxonasi yoki tashkilot bo'ladimi, u yerda faoliyat yuritadiganlar albatta shu viloyatni, hududni mahalliy kadrlari hisoblanadi. Shuning uchun barcha jabhada bizning institutimizni, oliy ta'lim muassasamizni kadrlari bugungi kunda mehnat faoliyati bilan bevosita bog'liq holatda ish yuritishyapti. Demak, ta'lim rivojlansa, taraqqiyot uchun juda katta o'z ahamiyatiga ega. Sababi taraqqiyotning rivojlanishi bevosita bu sohadagi, bu hududdagi kadrlarning salohiyatiga, ularni imkoniyatlariga juda ham katta bog'liq. Bevosita Andijon viloyatini sanoat sohasini rivojlanishida ham aynan institutimizni bitiruvchilarini, institutimizni ilmiy tadqiqotchilari, professor o'qituvchilarining o'rni juda ham katta. Biz ham aynan o'z oldimizga qo'yadigan maqsadlarimizni viloyatimiz va respublikamizdagi driver ishlab chiqarish korxonalarining sohalaridan kelib chiqib, aynan shu sohani yetuk mutaxassislarni tayyorlash uchun yangi yo'nalishlar, yangi ta'lim mutaxassisliklarini xorijiy tajribalar asosida belgilab olamiz va ularni faoliyatini birgalikda yo'lga qo'yamiz. Rahmat ustoz. Sizning javobingizdan so'ng endi bitta fikr uyg'ondi. Hozirgi kunda O'zbekistonimizda barcha amalga oshirilayotgan ishlar negizida ijtimoiy sohani rivojlantirish negizida iqtisodiyotni rivojlantirish, ya'ni siz aytib o'tdingiz, chet eldan investorlar keladi. Investorlar bizda bilimli, ilmli kadrlarimiz kerak. Ya'ni o'sha investorlar tikkan pulni bizda bilimli kadrlarimiz boshqarishi kerak. Albatta. Demak, sizning javobingizdan men xuddi shunday fikrga keldim. Navbatdagi savolimiz zamonaviy ta'lim. Yana ham aniqrog'i hozirgi ta'lim va eski ta'lim tizimidagi o'rtasidagi farq nimalardan iborat? Bu ham juda ham o'rinli savol bo'ldi. Oldingi tizimga taqqoslaganda bugungi kunda juda ham katta yer bilan osmoncha farqi bor. Oldin oliy ta'lim muassasalarida mablag'larini mustaqil ishlatish imkoniyati juda ham cheklangan edi va bu o'z navbatida oliy ta'lim muassasalarini moddiy texnik bazasini boyitish, aynan sohani rivojlantirish uchun kerak bo'ladigan laboratoriyalar, o'quv, ilmiy laboratoriyalar rivojlantirishda juda katta to'sqinlik qilardi. Lekin 2016-yildan beri, undan keyingi yillarda olib borilgan islohotlar natijasida oliy ta'lim muassasalarida moddiy texnik bazasini mustahkamlash, bevosita o'quv va ilmiy laboratoriyalarni yanada boyitish maqsadida o'zi ishlab topgan va o'zini iqtisod qilgan mablag'larini maqsadli foydalanishga keng yo'l ochib berdi. O'ylaymanki, bu bevosita birinchi navbatda oliy ta'lim muassasalarining rivojlanishiga, undan tashqari oliy ta'lim muassasasida bugungi kundagi ishlab chiqarish korxonalari va tashkilotlaridagi muhitni qisman shakllantirishga sabab bo'ldi. Bevosita hammamiz bilamiz, ayniqsa oliy texnika oliy ta'lim muassasalarida ishlab chiqarish, ta'lim, fan innovatsiyalarining integratsiyasi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi bizni texnika oliy ta'lim muassasalarini bilim va ko'nikmalari bevosita
ishlab chiqarish korxonalaridagi texnikalar, zamonaviy jihozlar va texnologiyalar bilan bog'liq. Shuning uchun institutda ham shu narsani muhitini qisman shakllantirish, ertaga kadrlarni oliy ta'lim muassasasida maqsadli tayyorlab, ertaga ularni aynan ishlab chiqarish sohasida mehnat faoliyatini olib borishi, muvaffaqiyatli olib borishi uchun zamin bo'ladi deb o'ylayman va keyingi yillarda aynan oliy ta'lim muassasasi bilan ishlab chiqarish korxonalari va ish beruvchi tashkilotlarda o'zaro integratsiyasini ta'minlash maqsadida dual ta'lim tizimini ham joriy etilishi nafaqat talabalarni mustahkam bilimga ega bo'lishi, balki ularni aynan ishlab chiqarish korxonalari va ish beruvchi tashkilotlarda oldindan o'zini ko'rsatish va amaliyot va dual ta'lim jarayonida o'z mehnatlarini ko'rsatib, salohiyatini ko'rsatib, kelajakda mehnat faoliyati bilan shug'ullanish imkoniyatlari yaratildi. O'ylaymanki, bu bevosita hammamiz uchun erishilgan eng yaxshi natijalardan biri. Rahmat ustoz javob uchun. Demak, yana bir savol. Bugungi kunda ta'lim sifati oshishi uchun eng ko'p nimaga e'tibor qaratilishi kerak? Ya'ni ta'lim sifati qaysi ishlarni ko'proq qilsak, qaysi ishga ko'proq urg'u bersak, bizda ta'lim sifati oshadi. Tushunarli. Endi bu savolga javob berish uchun bir necha qismlarga bo'lish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Sababi har bitta oliy ta'lim muassasasining o'zini sohasi, o'zini profili bor. Misol uchun texnika oliy ta'lim muassasalarida bu qarash sal o'ziga xos, pedagogika yoki bo'lmasa tibbiyot sohasidagi oliy ta'lim muassasalarida o'ziga xos yondashuvni talab qiladi. Xususan bizni oliy ta'lim muassasamiz haqida gapiradigan bo'lsak, texnika oliy ta'lim muassasasi ekanligimizni hisobga olgan holatda yuqoridagi savolda ham aytib o'tdim javob berish jarayonida. Aynan moddiy texnik bazasini mustahkamlashga, ilmiy o'quv laboratoriyalarida zamonaviy jihozlar bilan boyitishni yanada kengaytirish eng asosiy muhim ahamiyatga ega. Sababi yuqorida aytganimdek, muhandislik sohasida kadr tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarida ish beruvchilar bilan o'zaro integratsiyani ta'minlash, ularni uyg'unligini ta'minlash juda ham muhim ahamiyatga ega. Keyin yana bir narsani iltimos qilib shu podkastdan foydalanib aytardikki, bu faqatgina oliy ta'lim muassasasigagina yoki bo'lmasa professor o'qituvchigagina bog'liq bo'lmagan narsa. Bu bevosita talabalar, ularning ota-onalari, uning atrof muhitdagi jarayonlarga ham bog'liq. Qancha oliy ta'lim muassasasi ta'lim sifatini oshirishga harakat qilgani bilan talabada intilish, qiziqish yoki bo'lmasa ota-onasida uni nazorat qilish, javobgarlik hissini his etmaslik, u baribir foyda berish imkoniyati, salohiyatini kamaytirib boradi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu jarayonda nafaqat oliy ta'lim muassasasi, talaba, ota-ona hammamiz birgalikda harakat qilib, bir yoqadan bosh chiqarib harakat qiladigan bo'lsak, o'ylaymizki, biz xohlayotgan, biz istayotgan ta'lim sifatini bemalol yaratib berishimiz mumkin, ta'minlashimiz mumkin. Rahmat ustoz javob uchun. Yana bir savol uyg'ondi. Ta'lim sifatini yana ham oshirish, tezroq oshirish uchun biz urg'uni ko'proq talabaga berishimiz kerakmi yoki o'qituvchiga? Endi aynan qaysi biriga berish haqida hammani o'zini alohida fikr bo'lsa kerak. Meni fikrimcha, bugungi kun talabiga ko'ra ko'proq talabaga e'tibor berishimiz kerak. Sababi xohlaysizmi, xohlamaysizmi, oliy ta'lim muassasasida tasdiqlangan dasturlarda ko'zda tutilgan ma'lumotlarni professor o'qituvchi yetkazib berishi uchun talabada shu yetkazib berilayotgan ma'lumotlarni o'zlashtira olish qobiliyati va uni o'zlashtirish uchun bazaviy bilimlar yetarli bo'lishi kerak. Hozir afsuski juda ham ko'p holatlarda shu bazaviy bilimlarning yetishmasligi juda ham ko'p holatlarda noqulayliklarni tug'diryapti. Shuning uchun ham iltimos, ham talab qilib qolardikki, talabalar birinchi kursga qabul qilingandan keyin o'z ustida ishlash kerak. Biz hech qaysi birini kamsitmaymiz, hammasiga bir xil qaraymiz, bir xil bilim beramiz. Faqatgina endi uni o'zlashtirish va uni oldinga intilishi o'ziga bog'liq. Rahmat ustoz javob uchun. Demak, bizda navbatdagi savol,
Raqamli texnologiyalar ta'lim tizimini qay darajada o'zgartirmoqda? Masalan, talabalar uchun HEMS, o'qituvchilar uchun KPI tizimi. Juda yaxshi savol bo'ldi. Boshida gaplashgandik, qisqagina sun'iy intellekt institutda yangi sharoit barpo etilayotganligi. Bugungi kun talabi bevosita jarayonni raqamlashtirishsiz tasavvur qilmaslikka ochiq-oydin hammani undaydi. Aynan oliy ta'lim muassasasidagi jarayonlarni raqamlashtirilishi birinchi navbatda vaqtdan unumli foydalanish imkoniyatini yaratdi. Ikkinchidan, shaffoflikni ta'minladi. Uchinchidan, qo'shimcha imkoniyatlar yaratdi. Nimaga desangiz, oldinlari auditoriyaga kirgandan keyin o'qituvchi tomonidan talabalarni yo'qlamasiga bir necha o'nlab daqiqalar sarflanishi, buni natijasida ma'ruza davomida yetarlicha ma'lumotlarni yetkazib bera olmaslik yoki bo'lmasa u imkoniyatlar cheklanganligi yoki bo'lmasa mustaqil ta'lim jarayonlarida o'z ustida ishlash jarayonida talabalarda imkoniyatlar cheklanganligini kuzatardik. Lekin bugungi kunda guruh jurnallari degan narsalar yo'q. Bu jarayonlar to'la raqamlashtirilgan. O'sha kelganligi, ketganligi yoki bo'lmasa nazorat sinov topshiriqlarini ham bevosita raqamlashtirilganligi ham vaqtdan ham qo'shimcha bilim olish imkoniyati, tejash imkoniyatini beradi va yana bir qulay tomoni talabalarda HEMS platformasida o'sha tegishli fan bo'yicha barcha kontentlar joylangan. Istalgan joyda, istalgan paytda internet aloqasi orqali kirib, o'zini login parol orqali kirib, qo'shimcha ma'lumotlar, qo'shimcha dars mashg'ulotlari to'g'risidagi ma'lumotlarni olishi mumkin, ega bo'lishi mumkin. Bu bevosita qo'shimcha qulaylik, vaqtdan unumli foydalanish uchun juda katta imkoniyat. Bizda navbatdagi savol, bugungi kunda qanday ko'nikmalarga ega bo'lish kerak talabalar? Aynan hozirgi misol davr talabi deydi, ya'ni talaba o'qishni bitirib ishlash uchun o'zida qanday ko'nikmalar paydo bo'lishi kerak? Tilni bilishi yoki bir o'z sohasini bilishi, unga qo'shimcha ravishda yana qanday ko'nikmalarni hosil qilish kerak institutda? Tushunarli. Endi bu savolga odatda juda ko'pchilik bir xil tarzda javob berishadi. Tilni bilish kerak, axborot kommunikatsion texnologiyalarni o'zlashtirish kerak, yana o'zini sohasidagi yetuk bilimlarni egallash kerak degan javoblarni berishadi. Bu an'anaviy javoblarda. Bundan sal chekingan holatda men shunday javob bermoqchiman. Doim ta'kidlaymiz, insonda maqsadsizlik juda ham salbiy oqibatlarga olib keladi. Misol uchun, abituriyentlar shu darajada o'zini oldiga qo'ygan maqsadi, ya'ni talabalik baxtiga muyassar bo'lish uchun o'z ustida ishlashadiki, ayrim holatlarda o'zini shaxsiy zaruratlari, ya'ni tadbirlaridan yoki bo'lmasa qandaydir to'y hashamlardan ketishga majbur bo'lishadi. Mehnat qilishadi, intilishadi va natijasida talabalik baxtiga muyassar bo'lishadi. Lekin aksariyat deyarli 90% abituriyentlik davridan talabalik davriga o'tgan talabalarimiz afsuski shu oldiga qo'ygan maqsadni talaba bo'lgandan keyin yo'qotib qo'yadi. Ya'ni maqsadsizlik natijasida o'zini ustida ishlamaydi, o'ziga yangi maqsadlar qo'ymaydi, natijada 4 yilni behudaga sarflaydi. Shuning uchun maqsad qo'yish kerak, aniq maqsadlar sari intilgandagina o'sha biz yuqorida aytganimiz til bilish darajasi ham, axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ham yoki bo'lmasa o'zini sohasidagi yetuk bilimlarga ega bo'lish imkoniyati ham ochiladi. Men doim maslahat beraman. Birinchi bosqichga kirgandan keyin agar til bilish darajasi yuqori darajada bo'lmaydigan bo'lsa, albatta birinchi kursda yakuniga qadar til bilish darajasining imkoniyatlarini oshirish kerak. Nimaga degan savol tug'iladi. Sababi har bitta oliy ta'lim muassasasida, xususan biz oliy ta'lim muassasamizda ham ikkinchi kursdan boshlab barcha talabalarda xorijiy talaba almashinuv dasturlarida ishtirok etish imkoniyatlari yaratiladi. Ya'ni bu xorijiy davlatlarga borib o'qib kelish imkoniyati. Demak, siz birinchi kursda ingliz tili yoki bo'lmasa xorijiy tilda egallab oladigan bo'lsangiz, xorijga yo'l ochiladi. Undan keyingi maqsadlar o'zini mutaxassisligi, IT texnologiyalar va hokazo o'z maqsadlarini kerakli paytda va maqsadni aniq qo'ya olsa, o'ylaymanki, o'z kelajagini juda ham chiroyli barpo eta oladi. Rahmat ustoz javob uchun. Bizda navbatdagi savol,
ta'limdagi islohotlarda ustozlarning roli qanchalik? Endi ustozlar roli haqida juda ham ko'pchilik gapirgan. Endi ustozlar roli haqida har qancha adabiy tilda, kitobiy tilda yoki ilmiy tilda gapirish shuncha oz. Har qancha gapirishimiz mumkin, har qancha ta'riflashimiz mumkin. Lekin biz asosan bu chaqiruvimiz talabalarga, yoshlarga, abituriyentlarga bo'lganligi uchun bir narsani aytmoqchiman. Inson yosh hamma narsani yoki bo'lmasa ko'p narsani biladi. Misol uchun tasavvur qilaylik, qop-qorong'u tuynik g'orligida yuribmiz. U yerda yurishni bilamiz, gapirishni bilamiz, tinglashni bilamiz. Lekin qayoqqa yurishni, qanday yurishni va qay yo'l orqali yurishni afsuski hammamiz ham bilmaymiz. Shu yo'lni ko'rsatuvchi shamchiroq o'sha mashalani yoqib oldinga intiladigan va siz va biz bilgan narsani to'g'ri yo'naltira oladigan shaxs bu ustoz. Hammamiz ustozlarimiz bor. Maktabda ota-onalarimiz, oliy ta'lim muassasalarida, keyingi bosqichlarda o'ylaymanki, ustozning nufuzini oshirish bugungi kunda juda ham yaxshi islohotlar olib borilyapti bu borada ham. Ustoz mashala bo'lish kerak. Ya'ni yo'lboshchi, haqiqiy tom ma'noda yoshlarni o'z ortidan yetaklay oladigan va ularga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan shaxs bo'lish kerak va hamma ustozlar shunga loyiq bo'lishimiz kerak. Undan tashqari kichik yosh avlod ham ustozlarni shu ko'rsatgan o'gitlariga bo'ysunib, shu orqali harakat qilish kerak. Rahmat so'z javob uchun. Demak, bugungi podkastimizning so'nggi savoli desam ham bo'ladi. Ta'lim tizimidagi islohotlar buyuk yangilanishlar poydevori degan fikrga qanday qaraysiz? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Biz hukumat darajasida ko'tarilgan masala bor, ya'ni navbatdagi renessans davri boshlanganligi. Oldingi renessans davrlarini bilganmiz, ya'ni jamiyat bo'lib shakllanishida ilm fanni o'rni juda ham beqiyos. O'sha ulug' bobolarimizni tarixga qo'shgan, ilm sohasiga qo'shgan hissalarni hammamiz bilamiz va hammamiz faxrlanamiz. Xuddi shuningdek, oldimizda turgan yangi davrda ham aynan bilimli, ilmli va o'z ustida ishlagan va innovatsion texnologiyalar orqali o'zining intellektidan samarali foydalangan yoshlar nafaqat jamiyatni, butun dunyodagi boshqaruvni qo'pol qilib aytganda boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun hukumatimiz rahbari, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytgandek, najot bilimda, najot ta'limda. Shuning uchun barcha yoshlarga o'z ustida ishlashlarini, bilim olishdan charchamasliklarini va o'zini oldiga katta marralarni qo'yishlarini ham iltimos qilib qolaman. Rahmat so'z javob uchun. Ustoz, bugungi podkastga ajratgan vaqtingiz uchun sizga kattakon rahmat. Ishlaringizda rivoj tilab qolamiz. Podkast haqida qisqacha fikrlaringiz. Rahmat. Qisqaligini savollar haqida ham ozgina gapirsangiz bo'ladi. Qisqaligini hisobga olmaganda juda ham yaxshi, sababi o'qituvchi xalqi yoki bo'lmasa olib borilayotgan islohotlarni ta'riflash uchun bu vaqt juda ham qisqa. Shuning uchun qisqaligini hisobga olmaganda fikrim juda ham ijobiy va savollar ham saralangan va bugungi kunda eng asosiy dolzarb masalalariga bag'ishlangan. O'ylaymanki, bu kabi podkastlar davomiy bo'lishi kerak va barcha yoshlarimiz, talabalarimiz, abituriyentlarimiz bu kabi podkastlarga qiziqishi kerak va tinglash kerak va o'zi uchun qandaydir foyda oladigan bo'lsa, bundan biz faqatgina xursand bo'lamiz. Podkastni keyingi faoliyatiga faqat omad, zafarlar tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat so'z kattakon.